Labovoydagi mana shu treshinni uchun mashinani almashtiryapmiz. Bu treshinni bilan Yevropada yurib bo'lmadi, mumkin emas. Volvo bilan xayrlashyapmiz endi. Hammaga assalomu alaykum. Bu ko'rib turganingiz 14-vlog. Germaniyaning Kiel shahridagi DFDS portidan mana pritsepimizni oldik va sekin yo'lga chiqamiz. Aytgancha men mashinamni almashtirdim. Volvo haydab yuraydim. Labovoy sinib qolgani uchun Mers berishdi. Endi mana bu noshkalarni ko'taramiz jigarlar. Mana qaradim, kirgan o'verin bo'ldim. Kirgandan keyin o'verin bo'ldim, endi ko'taramiz. Короче, shunaqa qilib kirgizib oldik, o'rinlarni to'g'irladik. Endi mana torimizni joyiga tushiramiz. Hammasi chotki bo'lgandan keyin mashinani aylanib, o'rgilib, ko'rib, qarab, dokumentlar joy-joyiga yozib, hozir dokumentlarida to'ldirayotgan joylari bor. To'ldiramiz, yusho. Короче, mana jigarlar ortib oldik, pritsep oldik portdan. Buni ko'nikish uchun ozgina endi haydab ko'ramiz, keyin ko'nikamizda. Ko'nikish uchun vaqt kerak xullas. Zerkalar bo'lgani yaxshiroq edi. Mana bu Germaniya portidan chiqish mana bunaqa bo'ladi. Mana exitga kiramiz. Exit. Bu yerda hech qanaqa odam ishlamaydi. Hammasi sun'iy intellekt. Darvoza o'zi ochiladi. Sun'iy intellekt bilan o'zi ochiladi. Qarab turinglar. Sekin to'xtaymiz. Mana bu yerda 4-5 kishi ishlaydi avval. Hozir ishlamayapti. Kompyuterda mashin nomerlari bor. Kompyuter в курсе, короче. O'zi ochadi mana. Ko'rasizlarmi, yonibdi. Sekin ochadi. Va biz haydab ketsak bo'ladi. Mana ochdi. Ketdik endi jigarlar. Hamma joy sun'iy intellekt bo'lib ketdi jigarlar. Germaniyada mana shunaqa bir ajoyib nonlari bor. Sabzi qo'shilgan, yong'oq qo'shilgan. O'zi qora non. Juda mazza qilib yeyman. Agar shuni bizni O'zbekistondagi Navoiylar ham shunaqa non chiqaradigan bo'lsa, O'zbekistonda ham faqat shu nondan olib yegan bo'laydim. Juda mazzali. Mazza qilib yeyman. Germaniyada mana shunaqa nonlar. O'zbekistonlik Navoiylar mana bitta ideya, yaxshi ideya. Olinglar, qilinglar mana shunaqa non. Zo'r ketadi. Shu nonni o'zini faqat yeysam, mazza qilib yeyman. Qora non. Sal qimmatroq, lekin mazza qilib yeysa bo'ladi. Xullas, qisqa bo'lsa ham
pritsepni ulashishni o'rgatdim qo'limdan kelgancha. Endi bu yog'ini o'zingiz uddalab ketasiz degan umiddaman. Vot. Volvodan keyin Mercedes o'tdim, yangi mashin. Mercedes. Mana shuni oldim. Bu Volvodan keyin birinchi kun paka bo'ladi, hali sekin-sekin ko'nikyapmiz. Germaniyaga kelganman. Mana shu zavodda suv chiqaradi bular. Shu suvni krishkalarini olib kelganman. Bir fora krishka olib kelganman. Bu chatan ham vatan bo'libdi-ku, jigarlar. Musora tashlash kerak endi. Shunaqa gaplar. Hozir krishkalarni tushiramiz. Сбоку откроем и выгружаем, короче. Короче, Москва не Сочи, jigarlar. Aloqada bo'lib turinglar. Like, подписка esdan chiqmasin. Kommentariy обязательно yozinglar. Anchadan beri ko'rinmay turdik. Mana endi aktiv bo'lamiz, xudo xolasa. Короче, mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli deb mana kafartirib to'lki gazni bosib ishlayotibmiz, jigarlar. Mana krishkalar olib kelganmiz mana. Krishkalar ko'ryapsizlar, mana 2 etash. Narsalarni razberat qilib shtorkani ochib tayladim. Короче, mana suv ham berdilar. Sen ichib tur, bizada pauza hozir obed dedilar. Mayli dedim. Kutamiz dedim. Endi kutamiz jigarlar. Vygruzka qilganlaricha. Suvni ichib ko'ramiz. Mana shunaqa krishka olib keldim jigarlar, mana shunaqa krishka. Nemetskiy suv. Men suvni o'zi yaxshi ko'raman, ko'p ichaman suv. Shunaqa gaplar.